Diqqat, e'lon! 8-mart kuni barcha erkaklar o'z ayolini bayram bilan tabriklashga majbur. Sovg'alardan biri qimmatbaho ko'ylak va gullar va eng kamida $100 pul bilan mukofotlansin. Qurbi yetgan erkaklar esa 16 Pro Max olib bersin. Pulim yo'q deyish, uyga kelmaslik va telefon qilmaslik mutlaq taqiqlanadi. Bir erkak o'z ayolini sevish va baxtli qilishga majbur. Qarorga qarshi chiqqanlar va bahonalar o'tmaydi. Qarorga bo'ysunmagan erkaklar 24 soat xotinsiz qoldirilsin. Har bir erkak o'z ayolini tabriklashga majbur. Zudlik bilan bu e'lonni tarqatamiz. Salomat